юбка, яркая помада. Ей плевать на правила, ведь знает, что ей надо. На уроках учат рифму, где бешмот гитара, но ее не знает никто. Ayollari hecham ma'lumotlardan qolib, chunki shaharda ham bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Degan yog'ga piyozni solib, qizartirib to'g'ri bilan kartoshkani solib, И снова дождь через окна, и снова капают слезы на ее Скоро выглянет солнце, остальное ничего. Дождь через окна, и снова капают слезы на ее Скажет qolib ovqat suzib oldim. Umumiy 30 daqiqa vaqtim olgan bu ovqatim ham pishdi. Endi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Biz ayollar harakat qilsak, bir oilani qonini to'yg'iza olamiz. Menga obuna bo'lsangiz, foydali videolarimni kuzatib borasiz. Qale yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, mehringizni olib yuragimga bosib qo'ying.